Masjidga yaqin joydan uy so'raganlar uchun mana katta holatda 10 sotixli uy topib qo'ydik. Ko'rishingiz mumkin, bu tashqarida mana bolalarimiz o'ynab yuribdi. Qaysi masjidga ekanligini angrenliklar menimcha taxmin qilib bo'lishdi. Angren shahar Obliq qo'rg'onida bitta katta jome masjidimiz bor. Shunga 800 metr yaqinlikda mana katta uyimiz sotilyapti. Qani obzorimizni boshlaymiz. Bismillah. Kirib kelganimizda mana ko'rib turishingiz mumkin, katta holatda bizni darvozaxonamiz kutib oladi. Bu darvozaxonadan o'tganimizda o'ng tomonimizda qong'ishdan uy solib qo'yilgan ekan. Hali ta'mirlari oxirigacha bitmagan. Qani mana ko'rib olishingiz mumkin, bu joyimizda o'rta ham hali berkitilmagan, ya'ni yopilmagan. Narigi xonamizda bitta kichkina xona, bu yoqda ham mana kichkina xona va to'g'rida katta zalimiz bor ekan. O'rtani bekitib turib bemalol oladigan odam o'ziga mos nimadir, nima deydi, remont qilib olsa bo'ladi, ya'ni ta'mirlab olsa bo'ladi. Xo'p, undan keyin to'g'rimizdagi xonaga o'tamiz. To'g'rimizdagi xonada uy egalari o'zlari yashab kelishyapti hozirgacha. Bu tomonimizda mana to'g'rimizda kichkina bitta boloxona bor ekan. Ko'rishingiz mumkin, pardalar ilib uy egalari o'zlari yashab kelishadi hozirgacha. Va bundan chap qo'limizda mana katta bitta zal. Bundan keyin yana bitta xuddi shunaqa katta zalimiz bor. U tomonga o'tishga uy egalarining narsalari bo'lgani uchun o'tmadik. Ko'rib turibsiz, hovlimiz steshka qilib qo'yilgan. Bu tomonimizdagi uylarimiz qong'ishdan qurilgan. Tomlari ham xuddi shunaqa mana. Darvozaxonamiz katta. Bemalol menimcha bu joyda o'ziga ikkita avtomobil, bu yoqqa ham xuddi shunaqa ikkita avtomobillar qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, maza qilib yashasa bo'ladi. Ko'rib turibsiz, shifrlar ham yangi holatda. Bu tomondagi uylarni hozir obzoriga o'taman. Undan oldin огородni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Tomorqani, ya'ni tomorqamiz mana bu joydan bo'lingan ekan. Bu tomon narigi tomoni qo'shniki, bu tomon esa uyimizning egalarniki. Mana hozir pomidorlar ekib qo'ygan, ko'rib turibsiz. Joyimizda suv, svet, gazdan umuman muammosi yo'q. Bu tomonimizda 30% ta'miri bitgan ekan. Mana ko'rinishdan ham, tashqi ko'rinishdan ko'rib turibsiz. Akfa oyna eshiklarni qo'yib qo'yishgan uy egalari va to'g'rimizda bu tashqariga chiqadigan darvoza ham bor ekan. Bu tomonda ham xuddi shunaqa mana 3 ta xona, uchalasi ham shlakoblokdan bitkazilgan, ya'ni ko'tarilgan. Bu tomonimiz shuvoq bo'lmagan, bu tomonlarimiz esa shuvoq qilib qo'yilgan, mana shlakoblokdan ko'tarilgan, steshkalar qilib qo'yilgan. Yozda ham o'tirsa bo'ladi, endi kechki payt. Chunki kunduz kuni bu yoqdan quyosh tushadi, ancha qiyin bo'ladi. Bismillah. Xonalarga kirganimizda meni hayron qoldirgani, qolgan ishlar bitmagan bo'lsa ham mana atapleniyalarda uy egalari qo'yib qo'ygan ekan. Chiroyli holatda turibdi. Uyimiz shuvoq bo'lgan, montaj ishlari ham bo'lgan. Mana simlar tortib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Oynalar, eshiklar qo'yib qo'yilgan. Bundan o'tadigan bo'lsak, hamma xonamiz xuddi shunaqa. Har bitta xonada atapleniyalar mana qo'yib qo'yilgan. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu tomonimizda ham xuddi shunaqa. Bu yoqda o'rtada eshiklar bilan birga bu xonaga ham o'tadigan eshik qilib qo'yishgan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Har bitta xonada aytgandek atapleniyalar qo'yib qo'yilgan. Xo'p. Bundan keyin oxirgi tomonimizga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda dushimiz bor. Uy egalar dush va bu yoqda hojatxona. Bu tomonimiz esa molxona, mana ko'rishingiz mumkin. Bog'imiz, ko'rib turibsiz, kichkina nima deydi, teraklarimiz bor, o'riklarimiz katta holatda, shaftollar bor. Hammasi sop turib qilib qo'yilgan. Uyimizga uy egalari 67 ming narx so'rashyapti. 10 sotixli joy. Aytib o'tganimdek, bu joy kimga qiziq bo'lishi mumkin? Masjidga yaqin holatda 800 metrlik masofada azon ovozi bomdod bo'ladimi, xufton bo'ladimi, har bittasi mazah turib eshitilib turadi. Ertalab ishlaydigan insonlar uchun bomdodni shundoq eshitib turib uyg'onadi. Ishdan kelgandan keyin kechki vaqt xuftonni shundoqqina borib o'qib kelsa bo'ladigan holatda. Ya'ni aytganimdek 800 metr piyoda borib kelsangiz bo'ladi. Bog'imiz mana shu. Uyimizning obzorini ko'rib turibsiz. Bu tomonimiz aytgandek shlakoblokdan va bu tomonimiz qong'ishdan qurilgan. Mana shunaqa Ovliq mahallasidan uy qidirib yurgan tanishlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Inshaalloh ular uyli bo'lib qoladigan bo'lsa, siz ham biz ham xursand bo'lamiz.